أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Endi bugün bizning o'qimoqchi bo'lgan darsimiz kitobimizningki 7-bobi Al-Babus Sabi' fil Wasl wal Fasl. Biz burundan tatib tushuntirib kelayotgandek balog'atga bo'lgan ta'birimiz va nahviga bo'lgan ta'birimiz manda. Ya'ni nahvi deganimiz arab til jumla qurilmalarininki labzni asos qilgan asosda shu labzdan chiqadigan ba'zi ma'nolarni bizga bildirib qo'yadigan fanni biz nahvi deb tushunib kelgan. Faqat so'zlarni turkumga bo'lib, jumlalarni turkumga bo'lib, jumla ismiya deb, jumla fi'liya deb, bularning grammatikalik o'rnini bayon qilib, marfuat deb, mansubat deb har bir so'zga jumladan ma'lum o'rin berib, shu o'ringa yarasha, uniga ma'no berib, bizga jumlalarni ma'ni jihatda, ya'ni labzni asos qilgan holda ma'nini ifodalab beradigan fanni biz nahvi deb tushunib kelgan. Endi balog'at degan nima degan vaqtimizda dal nahvidagi shu qurilmalarning ba'zi o'zgarishlari, ilgari keyin ahvoli va qo'llangan ba'zi bog'lash vositalari, ma'rif qilish vositalari, nakir qilish vositalari, tashlash, so'zlash, taqdim, ta'xir, ta'rif, tangir qatorliq masalalardan avtorninki jumladan chiqqan ma'nodan boshqa, ya'ni so'zlig'ining jumladan chiqqan ma'nodan boshqa ifodalamoqchi bo'lgan asosiy maqsad, murodini ifodalaydigan fanni biz ilmul maani yoki balog'at deb tunib kelyapmiz. Masalan, shu atf bobiga kelsak, nahvida atfni huruful atf deb 10 xil harf orqali bayon qiladi. 10 xil harfning birinchisi vav, undan fa, summa, hatta qatorliq 10 xil harf bor. Bu harflarningki vavdan boshqasining hammasininki ma'nosi qisqacha shaklda nahvida bayon qilinib o'tiladi. Masalan, fa desak taqib uchun keladi, yani tartibni ifodalab keladi, muhlatsiz. Summa desak taqibni tartibni ifodalaydi, o'tirdi muhlat va degandek hamda. Ammo vavga kelgan vaqtimizda vavninki arab tilida qo'llanilganligi eng ko'p, ifodalaydigan ma'nosi eng ko'p. Bunda o'g'achqa nahvi faqat buningki bir xil alohidligini, shu hamma ko'p ifodalamoqchi bo'lgan ma'nolardagi o'rtaq bir alohidligini deb qo'yiblan ketadi, ortiq nahvi etishmaydi. Ya'ni vav nima uchun desa, lil jam'i mutlaqan deb qo'yiblan nahvida ketimiz. Ya'ni ma'tuf bilan ma'tufun alayni qanaqa qilish, o'rtaqlashtirish uchun bir nuqtaga, bir hukmda shiriklashtirish uchun degandek gapni ifodalab ketimiz. Ammo vav unda oddiy ma'no bilan yoki oddiy tushunchalar bilan jumladagi vavning to'liq roli ado topmaydi. Chunki vavning atf uchun bo'lgan vav va holatni ifodalash uchun bo'lgan vav va ma'nosini ifodalash uchun bo'lgan vav va bundan boshqa atf uchun kelgan vavning va cho'g'lashdan bir og'iz gap bilan hamma ma'nosini ifodalab qo'yilmaydi. Ammo shu biz hozir bayon qilmoqchi bo'lgan vavningki asosli roli bayonida deb qo'yishga tegishli eng chong muhim nuqtadan birisi vavningki asosli roli lil ishtirak va tag'oyur. Shu hukm biz hozir so'zlamoqchi bo'lgan fasl bobidagi butun tarmoqlarga hammasiga o'rtaqlashadigan hukm. Ya'ni vav o'zining ma'tufi bilan ma'tufun alayni ma'lum nuqtada o'rtaqlashtiradi. Ya'ni ma'tufun alayning hukmida bo'ladi. Ma'tufun alaydan grammatik jihatda o'xshashiladi. Ma'tufun alayda e'tibor jihatda o'xshashiladi. Bu bir. Ikkinchi roli tag'oyur. Ya'ni ishtirak va tag'oyur deganimiz ma'tufun alaydan boshqa narsa. Garchi o'shkisining o'rtaqlik bo'lsin, lekin bir narsa emas deganni ifodalaydi. Mush nuqta kalongda bo'lsa, endi biz kitobning o'ziga qarab boqaylik. Avtor vav bilan atf qilish yoki atf qilinmay keltiradigan shakllarni qanday bayon qilyapti. Endi yana bir dars kirishdan ilgari deb qo'ydigan bir og'iz gap, nahvida vav to'g'riliq, ya'ni atf to'g'riliq so'zlangan mazmunlarning hammasi yakka so'z, ya'ni mufratni asos qilib turib so'zlanadi. Zaydni amriga atf qilish, amrni zaydga atf qilish, qonuni darabaga atf qilish degandek filga ismga so'zga atf qilish mana yakki so'zlar o'tirishdiki atf bilan o'tib ketgan bo'lsa, balog'at ma'noni asos qilgan bo'lg'achqa vavninki jumlalar o'tirishdiki atf rolini asos qilib turib mang'adi. Ammo bu jumlalar o'tirishdiki ifodalamoqchi bo'lgan ma'no
yakki so'z o'tirishdiki ifodalanmoqchi bo'lgan ma'no bilan asos jihatdan yiltizib birisiga munosabatlik. Ana qarab boqaylik, avtor deydi al-babus sabi'. Al-babus sabi' 7-ci bab fil wasli vel fasli. Yani cümlelerini birisiga vav bilan atf qilish va vav bilan atf qilmay keltirish to'g'risidagi bab. Biz Qur'oni Karimni o'qib baqqanimizda bunday ahvollarni uchirtamiz. Bir o'rinlarda innal abrar lafi na'im va innal fujjar lafi jahim. Innal abrar lafi na'im va innal fujjara. İki oyatning o'tirisida, iki jumla o'tirida vav bor. Yana bir o'rinlarga qarab baqsak vav yo'q. أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين شنو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أطردوا واوا demek bir ayetlarda واوا bir ayetlarda واو yok. O'xshash jumla. Jumla ma'lum jumla. Vav bilan atf qilindi. Yeni bir o'rindagi oyatningki oldingi kelgan jumla, keyindagisi jumla o'xshash jumla, lekin vav bilan atf qilinmadi. Vav bilan atf qilingan o'rin qanday ma'nolarni ifodalaydi? Vav bilan atf qilinmaydigan o'rin qanday ma'nolarni ifodalaydi? Mazmunlarni bog'lashda qanday nimaga asoslanamiz degandek uqumlar bilan Abdur xulosalab davatidi. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra. Vasl deganimiz bir jumlani yana bir jumlaga atf qilish. Vel faslu tarkuhu şu atfini qana qilish, tashlash fasl deganimiz. Men bayat dedim-ku, nahvida atfi babi, vav babi söz bilan so'zning o'tirida, kalima bilan kalimaning o'tirida so'zlangan bo'lsa, balog'atda jumla bilan jumlaning o'tiridagi atfi munosabati so'zlandi. Shunga turib deyotdi, vel kalam huna. Bu yerda bizning so'zlaydigan gapimiz asosda xulosa mazmun qasirun alal atf bil vav, ya'ni vav bilan bo'lgan atfiga qarashliq. Shuningga yig'inchoqlangan. Amma summu bilan, fa bilan, hatta bilan, bal bilan, am bilan, la bilan, av bilan qatorlarning hammasininki ma'lum darajada ifoda etadigan ma'nosi nahvida bayon qilinib bo'lgan. Davotida chunki atfi, ma vavning boshqasidan qilingan atfi, buningda ishtibah yo'q. Bu aniq ham buning unchalar ko'p ifoda etadigan ma'nosi ham yo'q. Va li kulli min al-wasl biha wal fasl mawadi'. Endi vav bilan atfi qilib keltiriladigan min al-wasl ve fasli qilib keltiriladigan likullin har o'rinninki mavodi'lar bor. O'zgarishlik bir o'rinlari bo'lib, avtor maktabni shu dastlabki bosqichdagi o'quvchilarning saviyasiga mos shaklda intayin qisqa yig'inchoqlayapti, diqqat qilinglar. Mavodi'ul fasl bil vav, vav bilan vasli keltiriladigan, ya'ni atfi keltiriladigan o'rinlar ikki o'rinda edi. Yajibul waslu fi mawdi'ayn. Vasli keltirilish necha o'rinda? Ikki o'rinda vojib. Birisi al-awwal idza ittafaqat al-jumlatan khabaran aw insha'an. Ikki jumla, ya'ni ilgirki ma'tuf jumladan ma'tufun alay jumla xabar va insha jihatdan o'rtaq kelsa. Degani oldingi jumla xabariyya, keyingi jumla xabariyya. Ilgirki jumla insha'iyya, keyingi jumla insha'iyya bo'lib qolsa, bu birinchi shart. Ve kana beynehuma cihe cami'a. Yani o ikisinin oturda iki tarafını bir yerga ekleyleydiğen bir taraf. Yani münasebet tamamen tuluk münasebet bo'lganda, bağlanış olmagan vaqtda. Ve lem yekun mani'u min al-atfi ki atfi qilib qo'ysak, atfidan chekleydiğen bir chekleme, bir mani, bir to'sanchi bo'lmagan vaqtda ikki jumla qanday qilib atfi qilinadi. Innal abrar lana fi na'im bu bir jumla ismiya ve innal fujjar la fi jahim. Bu ikinci cümle, bu cümle ismiye. Oturdu tuluq munosabat varki, yani qarma-qarshiliq munosabat var. Yaxshilar bilan yomonlar, jannat bilan nemo, do'zax. Ondan keyin buni atf qilishni cheklaydigan, to'sadigan hech qanday bir to'siqchi omil yo'q. Shunlashqa mana ikki jumlaning o'tirini va bilan atf qilish sharoiti tuluq hozirlandi. Mana mashta vaqtida va bilan atf qilinadi. Ikkinchi misol. Falyadhaku qalilan walyabku kathira. Ikkili jumla insha jumla. فَلْيَدْحَكُمْ اِنْشَاء cümle وَلْيَبْكُمْ اِنْشَاء cümle. Her işkelisi. Andikin her işkelisinin oturda münasebet var ki karma-karşılık münasebeti var. Birisi külüş, birisi yığlaş, birisi az, birisi köp. Oturunu atfi qilib qo'ysak, oturunu atfi qilishdan to'sadigan, bag'lashdan to'sadigan ma'ni yo'q. Ma'ni jihatda hech qanday bir qalaymaqan ya uqumsizlik yoki qarshi ma'no chiqib qolmaydi. Mushu munosabatlar, shu sharoitlar tufaylidan ma'urunda atfi qilishni bo'ladi, vojib bo'ladi va bilan. Ma birinci o'rin. İkinci o'rin İza uhima tarkul atfi xilafal maqsud. Masalan, atfi qilmay keltirsak, yani tarkul atfi degani atfini tashlash
maqsadning ta'turisini vahmlantirib qo'ygan bo'lsa, degani agar atfa qilmasak, qarshi taraf bizning maqsadimizni xato tushunib qolgan ahvollar bo'lib qolgan bo'lsa, xuddi biz kasalning qishig'i kelib, kasaldan bir xil ümidsizlik paranglarni anglaymiz. Voy, men og'rib qoldim, andoq, mundoq, menga bek og'riq kelib ketdi. Men endi saqlanmaydigan o'xshayma desa, biz deymiz, yo'q, undoq deymizlar deymiz. Men uyg'urchadimchi, arab tilida la deymiz endi bunga. La deb qo'ygandan keyin uning uchun umid bag'ishlaydigan bir jumla deymiz endi. Duo shaklida shafakalloh deyishimiz to'g'ri keladi. Endi la shafakalloh, la xabari jumla xabariyaga mansub. Shafakalloh lafzi jihati jumla xabariya bo'lgan bilan ma'ni jihati jumla inshoiyaga mansub. Birisi xabar, birisi insho bo'lg'achqa bu yerda atfa qilmay keltiriladi. Shunda va uni tashlab jumlaning umumiy boshlanish oxirlanish nuqtasidagi umumiy ko'rinish shakli la shafakalloh bo'lib qoladi. Ya'ni Alloh sana shifolik versin degandek, biz asli maqsad qilgan vaqtda uningga yaxshi duo qilmoqchi, lekin biz atfa qilmay keltirsak, bu yaxshi duoyimiz unga nisbatan badduo bo'lib qolish ehtimoli bor. Mandaq yerda ikki jumlaning o'rtasidagi munosabatni aniq qanaqa qilish uchun, ayirish uchun la va shafakalloh unda demizlar Alloh sizlarga nimbasin shifolik versin deb mana shaklda ma o'rindimi va'ni keltirish bilan qilish vojib bo'ladi. Ya'ni la va shafakalloh deymiz. Sizdan so'g'an odamga javoban hal bari'un alayya minal marad. Men asosan kasaldan saqlanmaydigan deb turman. Hal bari degan odatda hal ko'pincha vaqtda istifhomni ifodalagan bilan istifhom bilan qo'shilib nafini ifodalaydi. Men kasaldan saqlanmaydigan o'xshayman. Saqlayalloh menmo degandek bir xil o'qim. Buning nisbatan yo unda demislar la shafakalloh deb mana shaklda. Bu yerdagi vovni tashlash yuhimud duo alay. Uningga badduo qilishni vahmlantirib qo'ydi. Sizning g'arizingiz uningga yaxshi duo qilish. Ad-duo lahu degani yaxshi duo qilish. Mao ikkisi mavadi'ul vasl deb qo'yamiz. Vasl keltirilgan ikki o'rin. Endi fasl keltirilgan o'rin yajibul faslu fi khamsat mawadi'. 5 o'rinda fasl keltirilsa bo'ladi. Bayatdan ikki o'rinni obdan tafakkur qilsangiz 5 o'rinni yana topa olasizlar. O'tirida o'tadi. Birinchisi ikki jumlaning o'rtasida ittihad tam. Ittihad nima? Tam. To'liq birlik degani ikkinchi jumla birinchi jumlaning aynisi. Huwa. Endi sizlar shu nahvida o'qigan grammatik uslub shakllarini eslab baqinglar. Ikki bilakning ikkinchi bilak birinchi bilak bilan asosan to'liq o'xshashda bilakdan qaysi bor? Tavabi'lar babida badal deb bir uslub bor. Atf bayon deb bir uslub bor. Ta'kid deb bir uslub bor. Misal keltirsak, jaa ahuka Muhammad. Muhammad ahuktin badal. Muhammad ahuk bilan ikkisi bir adam. Atf bayonning misoli qama Abu Hafs Umar. Abu Hafsning atf bayoni, bayon. Mayadagi bayon bilan mubayyan ikkilisi bir adam. Ta'kid babida jaa Muhammad. Ikkinchi Muhammad birinchi Muhammadning o'zi huwa. Mayadagi ikki jumla o'tirdi. Ittihad tam degani ikki jumla ma'ni jihatda huwa. Ikkinchi jumla ma'nosi birinchi jumla o'xshash. Manda qilgan vaqtda ikki jumla bir jumlaga tabiiy jumla ma'ni jihatda. Manda qolgan ahvol ostida ikki jumlaningki ayrim emaslikni ifodalash. Bayatman bir og'iz gapni qilgan va ulan atf qilishning sababi ishtirak va tag'ayur. Tag'ayur degan yo'q emasmi? Men ikki jumla tag'ayur emas. Ikki jumla bir. Manda qolganda ikki jumlaning birligini ifodalash uchun va uni ekanmaymiz. Bayatni dedim, ikki jumlaning birligi ittihad tam deganimiz 3 xil shaklda bo'ladi. Ikkinchi jumla birinchi jumladan badal bo'lganda, ikkinchi jumla birinchi jumladan bayon bo'lganda, ikkinchi jumla birinchi jumlaga ta'kid bo'lgan vaqtda ikki jumla bir jumlaga hisob bo'ladi. İki cümlenin münasebetinden bir işgallikini ifadeleşti bu mükemmel. Şu an turda bi en tekun. Bu ihtihadı tam şu arkalı buludu ki ikinci cümle birinci cümleden bedel buludu. Mesela emeddekum bima ta'lamun. Allah sizler bildiğin nurgun nimetlerini sizler yardım bad edilse. Biz bildiğin nimetlerini sana kultusak bala, mal, çarva, öy, şunda ama hazır zaman maşina, bu degendek sana olsak bekci kamdi. İkinci ayette emeddekum bi en'ami ve benin ve cennati ve uyun degen ayetlerin ahirinde bir-birini sanap verdi. Ameliyette ikinci cümledeki emekçi olan mezmun, birinci cümledeki mezmun huwa. İlla ki ikinci cümle birinci cümledeki tılgı ilinmeğen mezmundan tılgı aldı, bedel süpütüde ekeldi, yani almaşır süpütüde. İsa'da ikinci cümlenin ifadelemek olan manisi, birinci cümle ifadelemek olan mananın aynısı şu huwa. Demek iki cümle oturda ittihad, tılık birlik var, iki cümle bir cümle bir sablıqlı buludu. Muşu ahvalını ifadelemek için o kelmeydi.
Bu bir. İkincisi ev bi en tekun yoki ikkinchi jumla birinchi jumlaga bayon bo'lish orqali ittihodi tam bo'ladi. Ya'ni ikkinchi jumla birinchi jumlaning bayon, atf bayon degan gap halaqa. Fawaswasa ilayhi shayton. Shayton Odam alayhissalomga qana qildi? Vasvasa qildi. Vasvasani qanday qiladi? Cho'qim gap qilib, uni deb, buni deb ozdirib, qiziqtirib gap qiladi emasmi? Shu bayon keldiki qala ya Adam hal adulluka ala shajaratil khuld va mulkin la yabla. Ma'rundiki qala ya Adam hal adulluka ala shajaratil khuld degan bo'lak birinchi jumlaning bayoni. Bayon birinchi mubayyan jumlaning huwa faqat birisi qisqa ixcham ijmoliy shaklda deyilganlar yeri va ikkinchisi mubayyan shaklda deyilgan yeri bor. Amaliyotda ikki jumla huwa shu vasvasa qilgani shu. Shu gap qilgan gapim ham shu. Ikkisi birga. Jumlaning o'tiridagi ma munosabatni ifodalash uchun bu tashlanadi. Uchinchisi au bi an takun yoki ikkinchi jumla birinchi jumlaning ta'kid bo'ladi. Xuddi bir gap ikki qism takrorlanadi. Famahil kafirin kafirlarga muhlat va saqlab tur, kut amhilhum ruwayda. Ulan uzoq saqladi. Ikkilisi o'xshash ma'noda ta'kidda. Demak, yuqoridagi uch xil ahvolda ikkinchi jumla birinchi jumladan badal bo'lganda, ikkinchi jumla birinchi jumladan bayon bo'lganda, ikkinchi jumla birinchi jumlaga ta'kid bo'lgan vaqtda ikki jumlaning o'rtasida ittihodi tam bo'ladi. Ittihodi tam bo'lsa, ikki jumla bir jumla deb qaralsa bo'ladi. Dal mushuni ifodalash uchun bu kelmaydi. Bu fasli keltirilgan birinchi o'rin. Ma o'rinda odatda ikki jumla o'rtasida kamalul ittisol va degan atalib bilan tushunamiz. Ikki jumla o'rtasida kamal ittisol bo'lsa, yuqorida 3 o'rin tahtiga kirib ketadi. Ikkinchi o'rin pastda qiladigan 5 o'rinning ikkinchisi ay yakuna baynal jumlatayn. Ikki jumlaning o'rtasida tabayun tam. To'liq zidlik qiladi. Ikki jumla o'rtasida to'liq zidlik. Ya'ni a jumla boshqa, ma jumla boshqa. A mashriq, ma mag'rib, a osmon, ma zamin. Qanday desa, bi yaxtalifa xabar va insha. Ikki jumla xabar va insha jihatda muxtalif bo'lish orqali birisi xabar, birisi insha, birisi osmon, birisi zamin degan gapda, masalan, qala ra'iduhum arsu nuzawilha fahadfu kullu imri'in yajri bi miqdari. Ularning qo'mondoni dediki, to'xtab turinglar, urinib boqayli. Qo'rqash yo'q, o'limdan qo'rqash yo'q, chunki har insonning joni taqdirlanmangdi. Ana shu ikki she'ridagi ikki baytning birinchi baytida ikki jumla var. Ersu bu bir cümle, muzaviluha ikinci cümle. Oturdu atfsiz keltirdi. Nimishqa atfi degan gap ikki jumlaninki munosabatni ifodalaydi. Yani ishtirokni. Lekin bu yerda ikkisi butun boshqa jumla. Hech qanday munosabati yo'q. A boshqa insha jumla, ma xabar jumla. Ersu insha jumla, muzaviluha xabar jumla. Butunlay munosabati yo'qda ma nuqtadan shu bu yerda nima kelmaydi, u kelmaydi. Bu bir yoki yani ma ikki jumla o'tirida tabayun tam bo'lishning birinchi jumla bu. Yoki u ikkisining o'tirida munosabat bo'lmaydi degani boshqa gap. Ma'ni jihatda. Masalan, Aliyun katibun al-hammam tayr desa, Alining yozuvchilik bilan kaptaninki qush ekanligining nima munosabati bor? Ikkisi ikki gap. Shu o'tirni bilan bog'lash hojatsiz. Chunki ma'ni jihatda Alining kitobi bilan hammamning tayranning o'tirida munosabat yo'q. U ikkisi boshqa gapda. Ma o'rindimi ham fasli keltiriladi. Mayaning atalg'usi yuqal fi hadal mawdi. Ma o'rinda nim deyiladi? Ikki jumlaning o'tirida kamal inqita va deyiladi. Ma ikki jumlaning o'tirida kamal inqita. Ya'ni butunlay munosabat yo'qda ikki jumlaning o'tirida. Ma ikkinchi o'rin. Uchinchi o'rinda Kaunul cümle el-thaniye. Yani biz bayatın 5 orunda pastga keltirildik emasmi? Pastga keltirilgan 3-chi o'rin, ikkinchi jumla birinchi jumladan chiqqan bir savolga javob beradi. Yani birinchi jumladan chiqqan emas, amaliyot chiqish ehtimoli bo'lgan. Yani birinchi jumlada bir xil savol ehtimoli bor. Ikkinchi jumla chiqish ehtimoli bo'lgan savolga javob bo'lib kelib qolsa, xuddi birinchi jumla savol, ikkinchi jumla nima? Javob munosabati bilan bir yerga keladi. Savol javob degan ikkisi asosan bir jumlaga hisob, o'tirdi to'liq andalikqa tag'ayyurlik yo'q hisoblanadi. Shu tufayli ma'runda fasl keltiriladi. Buni biz odatda istinofni deb qo'yamiz, shibikamal ittisol deb qo'yamiz ma'runni. Masalan, za'amal awazilu annani fi ghamratin sadaqu, walakin ghamrati la tinjali. Avazillah menga ma'lumot qildi, Alloh o'ylab qaptimishki, men qattiq g'amning ichida demishman desa, xuddi birinchi savoldan ras siz ashta emasmi deganda bir xil savol chiqish ehtimoli bor. Meni g'amkin deb o'ylab qapti desa, rasmi emasmi deydigan bir xil savol chiqish ehtimoli bo'lsa, buning o'z javobligini sadaqu ras debdi, lekin mening g'amim qana qilmaydi, echilmaydi. Echilmaydi mening g'amim, tugamaydi deydi. Xuddi ularning gumonida rasmi yolg'onmi deyilgandek bir xil o'qimish qilib birinchi jumladan andagan sadaqu deb buni javob berdi. Mana ma o'rinda ikki jumla o'tirdi, shibi kamal ittisol deymiz. Ma 3-chi o'rin. 4-chi o'rin
Fasli keltirilgan 4-chi o'rin. An tusbaqa jumla bi jumlatayn. An tusbaqa bi jumlatayn degani bir jumla va bu jumlaning oldida ikki jumla keladi. Meyada bir jumla, meyada ikki jumla. Hisobda necha jumla oldu? 3 jumla oldu. Ma bir jumla, oldida ikki jumla. Yasihhu atfuha ala ihdahuma. Ma jumlani oldidagi jumlaga atf qilsaqmi yajuz, yasih. Uning oldidagi jumlaga atf qilsaqmi bo'ladi. Demak, bir jumla va eng oxirida. Ma oxirida kelgan bir jumlani oldidagi bir jumlaga atf qilsaqmi bo'ladi. Uning oldidagi bir jumlaga atf qilsaqmi bo'ladi. Nimishqa ikkisiga munosabat li vujudul munosabat bor. Lekin u jumlani yana biriga atf qilishda nima? O ikkisining biriga atf qilishga bo'ladi. Mayda xatolashibdimi? Ma bir jumla va oldida ikki jumla va mush ikki jumlaning biriga atf qilsaq bo'ladi. Yana biriga atf qilsaq bo'lmaydi. Ma'noga atf qilsaq ma'no maslashadi. Ammo ma'noga atf qilsaq ma'no maslashmay butunlay buziladi. Shunda aytadi, u jumlani ikki jumlaning biriga atf qilish yajuz, yasih, mishqa munosabat topilganligi uchun. Ammo u jumlani yana biriga atf qilishda bir xil ma'noning buzilish ahvoli bor. Shunda bo'lganda biz ma jumlaga atf qilmaymiz. Yajuz jumlaga atf qilmaymiz. Ma'noga atf qilolmaydi, ma'noga atf qilolmaydi. Nimishqa? Agar shunda atf qo'ysak, bizga to'g'ri tushunib ma jumlaga atf qilgandan keyin o'qamiz. Ammo jumla tushunmaganlar ma jumlaga emas, ma jumlaga atf qilingan o'xshaydi deb xato tushunib qolmasin uchun. Ya'ni daf'an lil wahm atma tashlanadi, vahmini dafi qilish uchun. Masalan bir she'r kapta o'qib boqaylik. Va tazunnu salma annani abghi biha badalan araha fi ad-dalali tahimu. Salmaxon o'ylabdimish. Tadunnu degani o'ylab yuribdimish. Ya'ni men uning barobariga boshqa badal degani boshqa birini izlab yuribdiman. Uni tashlab o'tib, boshqa birisini izlab yuribdiman. Uni ozg'unlikda tingirqayotgandan ko'rman deydi. Mushurunda 3 jumla bor. Eng oxirgi jumla araha. Uning oldidagi jumla abghi. Eng birinchi jumla tazunnu. Asli bizning qoidamiz bo'yicha arahani tazunnu degan jumlaga qana qilish kerak atf qilsa bo'ladi. Chunki tazunnu aninki xiyoli, ya'ni shu digichining so'zi. Arahamu ma'ning xiyoli digichining so'zi. Ikkilisi shu shoirninki maquli. Ammo abghi degani ma'ning maquli emas, balki tazunnuninki maf'ulun bisin aninki o'ylagan gumoni. Arahani tazunnuga atf qilsak bo'ladi. Abghiga atf qilsak bo'lmaydi. Endi biz atf qilsakmish arahaning oldiga vodin birini kelib atf qilsak, tushungan odam tazunnuga atf qilib turib, Salmaxon men uning o'rniga boshqa birini izlabtimi deb o'ylabdi. Men endi uni ozg'unlikda bu xiyolida ozg'unlikda tingirqayotgandan ko'rma deb tushunsa to'g'ri tushunde. Voni tazunnuga atf qilmay abghiga atf qilsa, ma'no manda chiqib qoladi. Salmaxon men uning o'rniga boshqa birini izlabdimishma va uni ozg'unlikda tingirqayotgan ko'rabdimishma deb o'ylayotibdi desa, keyindagi ikkili jumla tazunnuning maf'ulun bihsi, ya'ni maznunat bo'lib qoladi. Salmaxonning o'ylagan xiyol bo'lib qoladi. Asli shoirning maqsadi bu emas. Jumla buzildi. Mushu xatolikning yuz bermaslik uchun arahaning oldidagi vav tashlandi. Ya'ni araha degan jumla kitob qaranglar. Uni tazunnuga atf qilish to'g'ri. Lekin ma atfidin nimishqa atf qilmaymiz desa, ma atfidin cheklaydigini, u jumlani abghi biha degan jumlaga atf qilish vahmisi cheklab qaradiki, aniga atf qilsak, haq ma'noga atf qildi deb tushunib qilish ehtimoli bor. Unda bo'lganda jumla 3-jumlami Salmanning o'ylagan o'y xiyallarining qatoridan bo'ldi. Holbuki u shoirning maqsadi shu emas. Ana manda o'rinlardimi ham atf tashlanadi. Manda o'rindagi ikki jumlaning o'tirdigan munosabatni shibi kamal inqito deb manda ataymiz. Mana yuqoridagi 4 o'rin. Endi 5-si, fasli keltirilgan o'rinning 5-si ikki jumlani bir hukmda shirk qilish maqsad qilinmadi. Nimishqa? Ma'no yo'q qolganlik uchun. Ikki jumla bor. Atf qilsak bo'ldi, lekin bu yerda bir cheklimi bor. Cheklimi bor. Shunda atf qilib qo'ysak, ma'no butunlay qolaymaqan lishib ketadi. Manda bo'lib qolganlik tufayli atf qilmaymiz. Bunun misali va iza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Oyatning tarjimasida ular o'zlarining shaytonlarining qishig'iga kirgan vaqtida deydi-ki, biz sizlar bilan billa, biz musulmonlarning qishida billa yursak ham bizni ular o'tib ketdi deb o'ylamanglar, biz ularni masxara qilyapmiz. Mana ancha-muncha qilib qo'yatimiz hamda. Deyishidi Allahu yastahzi'u bihim ki Allah bunun qilgan ishiga yarasha mukofot berdi. O'zing mukofotni obdan berdi demaydi. Endi jazosini berdi demakchi-ku. Eng oxirgi Allahu yastahzi'u bihim degan jumlani oldidagi har qanday jumlaga atf qilish to'g'ri emas. Oldida
qalu da bir cümle var. Şundamı ya? İnna ma'akum da bir cümle var. Bu cümlenin qaysi birisiga atib qilish to'g'ri emas. Abdur davotida Alloh yastahziu bihim degan jumlani inna ma'akum degan jumlaga atib qilish to'g'ri emas. Nimishqa? Inna ma'akum qaluning maqbul. Avlning degan gipi, lekin Alloh yastahziu bihim uning degan gipi emas. Chunki ma atbininki ma jumlaning avlning gipining qadrini bo'lib qilishni taqozo qilmoqchi. Buni atib qilishim to'g'ri emas. Qaluning o'ziga atib qilinmaydi. Nimishqa? Qaluga atib qo'ysak, o'sha atbi Allah'ның ulağa bo'lgan jazosi ularning shaytonlarining qishig'iga kirgan holatga bog'lanib qoladi degani taqozo. Chunki ular a gapni inna ma'akum deganni qachon deydi? Shaytonlarning qishig'iga kelgan vaqtda. Agar qaluga qo'ysak, Allohning uni jazolashimi shaytonlarning qishig'iga kirgan vaqtga bog'lanib qolish ehtimoli bor. Demak, ma o'rindagi atfi inna ma'akum atib qilsaqmi xato chiqadi. Chunki uning gapiga aylanib qoladi. Qaluga atib qilsaqmi xato chiqadi. Chunki u nega bog'lanib qoladi? Shaytonlarning qishig'iga kirgan vaqtga bog'lanib qoladi. Unda bo'lganda qaysi bir jumlaga atib qilsak to'g'ri bo'lmagandan keyin bu yerda atbini tashlanadi. Buni ma o'rinda ikki jumlaning o'tirida tavassut baynal kamalayn deb manda ataymiz. Ya'ni atib qilishning boshqa shartlari hozirlangan. Ammo ma'ni jihatda atib qilishning boshqa shartlari hozirlangan. Ammo ma'ni jihatda atib qilishni cheklaydigan bir ma'ni bo'lib qolganligi uchun atib qilinmaydi. Shuning bilan darsimizni xulosalasak, vasl qilinadigan o'rin ikki. Birisi xabar jumla, ikki jumla xabar insho nuqtasidan bo'lsa, o'rtaq bo'lsa. O'tirda munosabat bo'lsa. Ikkinchisi, agar atfini qilmasak, atfini tashlasak, deguchining asosiy maqsadi xato tushunilib qolgan holat bo'lib qolsa, vaqt atf qilish vojib bo'ladi. Fasl qildigan o'rin 5. Birinchisi, ikki jumlaning o'tirida kamal ittisol bo'lsa. Kamal ittisol degani ikki jumlaning o'tirida ittihaddan to'liq birlik bo'lsa, ya'ni ikkinchi jumla birinchi jumlaning badali, yoki ikkinchi jumla birinchi jumladan bayon, yoki ikkinchi jumla birinchi jumlaga ta'kid degandek. İki cümlenin oturda kamali inqita olsa, yani tabayun tam deyimiz, iki cümle haber inşa cihette muhtelif olsa, yoki munosabat olmasa. Mana ikinci o'rin. Üçüncü o'rin, ikinci cümle birinci cümleden chiqish ehtimoli bo'lgan savolga javob bo'ladigan mana shaklda kelib qolsa, bu o'rinni biz shibi kamal ittisol deymiz. To'rtinchi o'rin, bir cümle oldidagi ikki cümleni gap qoldi, bir cümlening oldida. Bu cümleni oldidagi ikki cümlening biriga atib qilish to'g'ri, ikkinchisiga atib qilish xato. Ammo atib qilib qo'ysak, birinchisiga atib qilinmay, ikkinchisiga atib qilish ehtimoli bor. Unda ehtimol kelib qolsa, ma'no butunlay buzib ketadi. Mundaq ahvol ostida. Mundaq ya'ni biz shibi kamal nuqta deymiz. 5-o'rinda ikki jumlaning o'tirida hukm jihatda munosabat yo'q. Yani o atib qilib qo'ysak, ma'no butunlay xato chiqadi. A boshqa jumla, ma boshqa jumla. Mundaq holatda bo'lib qolsa, atib qilinmay keltirildi. Ma 5-o'rinni tavassut baynal kamalayn deymiz, kamalayn deymiz. Shuning bilan bizning 7-bobimiz, ya'ni al-waslu wal faslu degan bobimiz bilan tugadi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.